Bugundan bilan amallab turarmiz. Uy, oyog'imdan suv o'tib ketibdi. Hech kimsa bo'lmasin baxtidan judo. Erkak yig'lamasin. Ro'zg'orda ozgina pul orttirsam, bitta oyoq kiyim olardim. Mayli. Assalomu alaykum adasi. Yaxshi keldingizmi? Hech nima olib kelmadingizmi? Yo'q, onasi. Kun sovuqligiga bugun ham ishim o'xshamadi. O'shanga bir dona yeb turishga buxonga olib keldim. Adasi, siz bilan men bitta buxonka non bilan amaldaymiz. Lekin hozir qizimizani oxirgi kashasini berdim. Saldan keyin qorni ochib yig'laydi. Bir dona kasha bo'lsa ham, arzonidan bo'lsa ham topib kelib bering, iltimos, adajonisi. Xo'p, onasi. Hozir bir nima qilib kelaman. Aka, yo'q, men xudo xolisa bir haftada tashlab ketaman pulini. 3 kunda tashlab ketaman. Orqa mahallangizda turaman-ku. Keyin ertaga kechqurun tashlab ketaman. Iltimos. Yo'q, men, ey xudoya, endi nima qilaman? Hamma do'kondan qarzim bor-ku. Iye, shahobku. Nima qilib turibding? Ha, o'rtoq, qalaysan? Ey jigar, tuzumsan? Seni ko'rib qo'yganim yaxshi bo'ldi. Ha, nima bo'ldi? Tinchlikmi? Ey jigar, hozir ozgina Allohdan sinov kelib, qiynalib qoldim. Jiyaningga kash olib borishim kerak. Hamma magazindan qarzim bor ekan. O'shan kash ololmay turibman. O'shanga jigar, iloji bo'lsa, o'zing noming yozdirib turib, qarzga bitta kash olib ber. Iltimos sendan. Men kirsam menga bermaydi. Xo'p, o'rtoq, nima kash ichadi qizim? Ey arzoni ham bo'radi o'rtoq. 3 oylik chaqaloqga deb, iloji bo'lsa 2 dona pampersam qo'shib ol. Iltimos sendan. Bo'ldi, seni tushundim. Hozir olib chiqaman. Rahmat jigar, bu yaxshiligini hech qachon unutmayman. Kimdir ko'ra olmasa turgan joy. Ish qilib pulim yetsa bo'ldi. Mana bu kashi. Ana pampersizdan 4 dona qo'shib oling. Mana so'ragan pampersiz. Sizdan 55 ming so'm bo'pti. Bo'ldi-ku. Xudo xolasa bugun ishim yaxshi bo'lsa zo'r bo'lardi. Uyimni o'zim qilardim. Bolani kasha bilan pampers olardim. Alo, adajonisi. Assalomu alaykum. Baraka toping. Kartoshka, un, piyoz, sabzi, hamma ro'zg'orliklarni qilib, yo'liga tashlab ketibsiz. Rahmat, kattakon. Tushunmadim. Boyadasi qizimiz yig'lab qoldi. Hozir qilaman. Menga qara tushuntirib bor. Tushunmadim. Baraka toping adajonisi. Ancha ketadigan ro'zg'or qilibsiz. Ozgina sinov kelib, yo'qchilik bo'layotgan bir paytda bitta sen qoluvding. Ustimdan kulmagan. Uyimizda ishimizga narsam yo'q. Erim pul topmayapti deb uyimni ro'zg'or qildirib qo'yib, yana men ustimdan kulishing balo bormi? Ha? Uyingdagi erim uyda, bu narsa olib kelsalar oynadan otib ketdinglar durding. Osam, hey! Shoshma! Voy! Shoshma, kimsan? To'xta! Shoshma dedim. Men uyimni musrat ketibsan. Shoshma, to'xta, kimsan? Abdurahmon, bu nima qilganing o'rtoq? O'rtoq, bu musra emas. Jiyanga kash edi. Senga bildirmasdan qilmoqchi edim. Jigar, kecha ro'zg'orlikni ham sen tashlab ketganmisan? Ha, men edim. O'zi ustachilik qilib, kuniga arzimagan pul topasan. Shu pullaringni ham menga ishlatdingmi? Jigar, bilasan, kelinining onasinikiga ketib qolgan. Uyda adam, ukam ishlashadi. Bir amal emas. Lekin seni bu ahvolga tushib qolganingni ochig'i bilmadim. Shu kundan beri o'zim so'kib yuribman. Men qanaqa do'st bo'ldim? Jigarim men ahvolda bo'lsa-yu, men bexabar bo'lsam. Bu hayotda men sherik tanlashda adashibman. Biznes qilishda adashibman. Lekin chin do'st tanlashda adashmayman. Boringga shukr do'st.